Assalomu alaykum, g'ildirakdoshlar, tuzumizlar, charchab qolmayapsizlarmi? Va nihoyat Ramazon oylari ham mana kirib keldi. Hammaga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ushbu oylada hammamizni ibodat qilguvchi itoatli musulmonlardan qilsin. Obloshkada ko'rganinglardek, Corolla S modelimizni Tracker 2 Yuan App'lar bilan solishtirmoqchimiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, batafsil hamma ma'lumotlari berilgan, narxi ham обязательно oxirida aytilgan. Videoni ko'rishda davom etinglar. Qisqacha videoni, mashinani bitta batafsil videosini ko'rsatamiz-da, u yog'ini xarakteristikalarini boshlaymiz. Arkifox Corolla S modelimiz to'liq zaryadka bilan 500 km zaxirasi bor, ya'ni 500 km masofa bosib o'tadi. Oldi ko'rinishlari ko'rib turibsizlar, LED farada va o'zgacha ko'rinishda. Baribir odamni qaysidir ma'noda o'ziga jalb qiladigan xususiyatga ega. Bularni navrotini sanab o'tadigan bo'lsam, yomg'ir yog'ganda avtomatik ishlovchi oyna tozalagichlar, cruise control, adaptivniy cruise control, polasa udержания, xullas hamma navrotlari bor. Mashina ko'rib turibsizlar, oldi videodan ham, yon videolaridan ham mashina ancha derski. Hop, balonlarimizga keladigan bo'lsak, 215 50 17, bemalol 18 19 gacha ham diska taqsinglar bo'ladi. O'zida boshqacha kalpak bo'ladi. Kalpagini yechib qo'ysanglar, mana shunaqa qora diskada bo'ladi. Balonlari ham o'ziniki paka yumshoq, yanada yumshoqroq yurmoqchi bo'lsanglar, balonlarni ham alishtirib olsanglar bo'ladi. Yon ko'rinishlari ko'rib turibsizlar, mashina ancha uzun. Ya'ni bu o'zimizning benzinli mashina haydayotganlar uchun parallel qilmoqchi bo'lsak, Tracker yoki bo'lmasa elektr mashinalar uchun parallel qiladigan bo'lsak, BYD Yuan App. Ko'rib turibsizlar, Yuan App Trackerdan bu ancha katta, uzun, juda ham uzun. Mashinamizni modelini yozib qo'yganmiz. Bu ya'ni test drive uchun ko'chalarda yurib, odamlarga mashinani batafsil tushuntiryapman, ko'rsatyapman. O'zim ham yaqinda buni oldim. Bundan oldingi videoni ko'rsanglar, bunda ko'chada taksi qilganman, kuniga necha pul topsa bo'ladi. Endi men ishdan tashqari holatlarda o'rtacha 600 ming 700 ming topdim, lekin kuniga o'rtacha bemalol taxminan 1 million 800 ming 1 million atrofida ham pul topsanglar bo'ladi. Agar mabodo boshqa ishinglar bo'lmasdan faqat taksi qilmoqchi bo'lsanglar. Hop, yon tarafdan eshik ochilishlari, ya'ni oldidan boshlaylik. Ruchkalari kirgan bo'ladi, ya'ni pultida kelsanglar o'zi avtomatik ochiladi yoki bo'lmasa yopib o'tirgan bo'lsa, kaliti ichkarida bo'lsa. Shuna ochiladi. Bu tarafdan mana ichkarilari juda ham keng, oq kombinatsiya qilingan. Hop, obshivkalarini ko'ryapsizlar. Obshivkalari o'rtacha mamitlari, tipa latta emas, material sifatmi nima? Xullas shunaqa material sifat, mamitlari sifatli plastik ishlatilgan. Kambrionni 3 ta rangda ishlatilgan, ya'ni seri, ya'ni och seri, bu yerda oq kombinatsiya qilingan. Bu taraflari qirilmaydigan yaxshi. Mana bu yerda oyna ko'targichlar, ya'ni oynani ko'tarib tushirish, eshikni qulflash, bloklash, xullas. Sidinalari ham perforatsionniy, ya'ni shopper tarafida sovutish, isitish funksiyalari bor. O'tirganinglarda ham mashina ancha qulay. Panellari bu kunduzgisi, mana bu bitta knopka bilan nochnoyga o'tkazib yuborsanglar bo'ladi. Juda ham yumshoq. Bu o'ng chap tarafimizda oyna artgach, u avtolari bor. Avtoga qo'yib qo'ysanglar, oynaga yomg'ir tushishi bilan sraz avtomatik o'zi artib ketadi. Bu tarafda faralari avtosi bor. Xullas, o'zimizning odatiy mashinalarga o'xshagan mashina. Asosiysi juda ham keng. Juda ham keng mashina. Hop, mana bu yerda monitorlarga keladigan bo'lsak, Yandexlari bor. Yandex kontragam. Xullas, yanada nimadirlar yozib olsanglar bo'ladi. Barlar ham ancha qulay. Juda ham chuqur bari bor. Bu yerda vashi ko'z chuqurligi juda ham chuqur. Ancha narsa ketadi. Hop, orqa ko'rinishiga keladigan bo'lsak, mana ochish eshiklari ham xromvoy. Mana mabodo batareykasi toki nimadir tugab qolsa, mabodo aytishinglar mumkin, qolib ketamiz. Yo'q, o'shani hisobini olgan. Mana bu yerda ochqich ruchkalari ham bor.
eshikni ochib chiqib ketsanglar bo'ladi. Orqa ko'rinishiga keladigan bo'lsak, orqasi juda ham keng, juda ham realni keng. Ko'ryapsizlar. Yo'nab trekerlarda ikkita keladi desa ham bo'ladi. Bu yerda ham xuddi o'sha segmentlar, bu yerda faqat oq rang ko'proq ishlatilgan, bu yerda ham silver qanaqadir yaxshi plastik ishlatilgan. Materiallar oddiy ishlatilmagan. O'zini pardalari bor, mana tushib chiqishga tonirovka qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bunday ilib takoy parda qilib foydalansanglar bo'ladi. Kerak bo'lsa, kerak bo'lmagan payt yana sekin ko'tarib joyiga qo'ysanglar bo'ladi. Kengligini bitta o'zim bilan ko'rsataman. Bo'yim 1.77. Ko'ryapsizlar. U yoqni ham o'zim haydaganlik uchun oxirga taqib olganman. Bu yoq tarafi ham vashki keng. Hamda orqaga issiq sovuq chiqaradigan oziq joylari, bu yoq tarafda karmanchalarni solib qo'yishga. Mana bu yerda takoy vid bor, bu просто tak vid. Orqada kabel tushishga, zaryadga tushishga joylari bor. Hop. Mana buni ko'rsatadigan bo'lsam, panoramalari mana. Vashki полный panorama, tom ko'rinib turibdi. Orqa ko'rinishlari. Hozir nariyoq eshigiga ham o'tamiz. Oldingidan ko'rinishlari. Mana bu yerda ham ochiqchilari takoy shunaqa, bu yerda ham ichkariga joy qilingan, ya'ni ochmoqchi bo'lsa. Hop, mashinani ko'ryapsizlar mana. Orqa ko'rinishlari. Mashina необычный. Как nima edi? O'zga sayyora. Arcofox Kaola S degan modeli. Необычный taraflaridan biri mana boya tushgan joyim. Yopilishlarini ko'ryapsizlarmi? Просто необычный. Bu premium mashinalarda bo'ladi. Mana taksiga chiqayotgan paytlarim ko'pchilik bu qanaqa mashina deb hayratlanib qolyapti-da. Endi ichkariga hali video registrator qo'yganim yo'qman. Uni ham xudo xolisa rejada bor. Vidlari mana. Ko'ryapsizlar, ancha mashina. Hadoy jihatiga, hadoy sistemasiga keladigan bo'lsak, hadoylari ham yumshoq, juda ham yumshoq. Agar mabodo kimdir shubha qilayotgan bo'lsa, aytsanglar, vaqtini kelishsa, shu joyda ko'rishib test drayvlarni qilasizlar. Baloni 2.6 bo'lishiga qaramasdan yumshoq. Hali bu baloni o'zgarmagan holati. Endi o'zgarsa bilmayman. 360 ni aytmayman, обязательно 360 kameralari, ya'ni 540 ga ishlaydi. Tegini ham ko'rsatadi. Tepa taraflari mana полный panorama. Mashina ancha derski. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Hop. Mashina nimaga o'xshaydi? Arcofox tarjimasini bilganlar ham yozib yuboringlar. Arcofox Kaolani ma'nosi nima? Eshiklarni yopaylik. Yanada batafsilroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol pastda nomer qoldiraman. Telegramga aloqaga chiqinglar. Yanada batafsilroq informatsiya beraman. Menimcha hozircha informatsiya berdim deb o'ylayman. Xo'p, akalar, shu har doimgidek qo'ldan kelgancha informatsiya berishlikka harakat qildim. Qanaqadir kam joyi bo'lsa, u yo'qni sizlar to'ldirasizlar va kommentariyada bemalol fikringizni yozib qoldirsanglar bo'ladi. Va nihoyat narxiga keladigan bo'lsak, narxlari 22 ming dollardan boshlanadi, ya'ni 23 ming 500 dollargacha. Ushbu pozitsiyasi, eng full pozitsiyasi 23,5 ming deyilyapti. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolisa, Blackar Auto Sale'dan desanglar, bilasizlar, har doimgidek nimadir bonus qilib berganman. Buni ham xudo xolisa chiroyli qilib berishlikka harakat qilaman. Nima ma'lumotlari qoldi? Hop, video oxirida yana bitta nima funksiyalar borligini aytib o'taman. Mashinamiz to'liq zaryadka bilan 500 km masofa zaxirasi, ya'ni 500 km ko'rsatgan, aytgan kilometrda hech qaysi elektromobil yurmaydi. O'rtacha 50-100 km minus qilib tashlaysizlar. Bu ham hozirgi kunda o'zim haydab yurgan holatim 350, 400, 425 km gacha ham yurdi. Hop, ichki interyer, tashqi interyerlaridan LED faralar, kunduzgi yorug' chiroylari, bu yoq tarafda danli blижний,
oldida mana datchiklari bor. Keyin buni asosiy fishkalaridan biri svetoforga yaqinlashganingizda svetofor yashil, ko'k ko'chalarda znaklarni ko'rsatib ketadi. Necha tezlikda yurganinglarni o'zi avtomatik обновление qilib, ularni ham ko'rsatib o'tib ketadi. 360 kameralari bor. Hop. Yomg'ir yog'ganda oyna artkichkalari bor, kurs avtomatik, ya'ni avtoga qo'yib qo'yasizlar, yomg'ir, ya'ni oynalarga shunday suv tushishi bilan o'zi avtomatik artib yuboradi. Uni o'chirib qo'yasizlar, ya'ni moykaga kirgan paytda o'chirib qo'ysanglar, u funksiyasi ishlamaydi. Kruz kontrol, adaptivniy kruz kontrol, polasa udержания, ya'ni o'zi palasada bitta palasada ketishlik, oldidagi mashinaga biriktirib qo'ysanglar, o'sha oldidagi mashinaga masofani saqlab ketishlik. Bitta tezlikka qo'yib qo'ysanglar, ya'ni shahardan chetga chiqqan paytlarda, misol uchun 100 ga yoki 90 ga nimadir qaysi tezlikka qo'yib qo'ysanglar, o'sha tezlikda doim o'sha tezlikni ushlab ketishlik. Bularni ba'zi birlar bilishligi mumkin, ba'zi birlar bilmasligi mumkin. O'shaning uchun bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun prosta tushuntirib aytib o'tmoqchiman. Hozircha menda shunaqa yangiliklar, buni 3 xil rangidan bor. Xuddi mana shunaqa delfin rangidan, oq rangidan, молочный ranglaridan bor. Aloqaga chiqsanglar, yanada batafsilroq ma'lumot beriladi. Hop, bizani kuzatishni davom etinglar. Like, comment esdan chiqmasin. Har doimgidek qo'llab-quvvatlayotgan aka-ukalarimiz uchun addushi respekt. Musofirdagi aka-ukalarimiz tez kunlarda soqqani bosib, eng kamida shunaqa mashinalar yoki o'zingizlar xohlagan mashinalarni olib, maza qilib, nima deydi, musofirchilikda o'zim ham bo'lganman. Musofirda yurib, qiyinchilikda bo'lib, bu yoqqa kelib shu mashinani olib, maza qilib haydab, o'sha paytdagi qiyinchiliklarni chiqarib yuborishinglarni tarafdoriman. Chunki menimcha musofir bo'lmagan odam o'zi yo'q. Hamma qayerdadir ishlagan. O'zim ham misol uchun 2017-yil, 2018-yillarda Moskvada Black Star Burgerda ishlaganman. O'ziga yarasha qiyinchilik, o'ziga yarasha vatan tuyg'usi, hamma narsalar bo'ladi, ichimdan o'tgan. O'shaning uchun men ko'pincha musofir aka-ukalarimizga o'sha paytda ham men ozgina minus bilan ketib qolganligim uchun xudo xolasa soqqani bosaman deb borib O'zbekistonda yaxshi mashina olib Toshkentda xudo xolasa maza qilib haydayman deb niyat qilib, Allohga shukr berganicha bo'lyapti. Maza qilib yo'qdan ko'ra mashinalar bor, haydab yurimiz, maza qilib Allohning berganicha hammamizga xullas nasib qilsin, mashinasi yo'qlarga yangi mashinalar, mashinasi borlarga mashinani o'zgartirishlar. Xullas bizda shunaqa yangiliklar, byudjetli mashinalar so'rayotgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'ysanglar, balkim manfaatli bo'lar. Xudo xolasa Ramazon oyini yaxshi o'tkazib olinglar. Yanada bu Ramazon oyini birinchi videosi. Xudo xolasa yana videolarni qilishga harakat qilamiz. Hozircha menda shuni test drive'lari, ya'ni odamlarga shuni tushuntirib berishim kerak, haydab bor rostini. Chunki odamlar men kelgan paytda men aytayotgan narsalarni ko'zi bilan ko'rishligini xohlayman. Ba'zi birlarga o'xshab telefonda chaqirib olib, kelib mashinani ko'rgandan keyin boshqa atmosfera bo'lishini xohlamayman, chunki hozir hammada vaqt problema. Ya'ni 1 minutdan vaqt. Shuning uchun hozircha informatsiyalar shu. Yanada qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, shu yerda nomer bor. Bemalol ikkala nomerga ham aloqaga chiqib, Black Car Auto Sale'dan aloqaga chiqyapman desanglar, xudo xolasa skidkalarni qilib beradi. O'zingizlar ehtiyot qilasizlar, meni kuzatishga davom etinglar. Agar like, comment, xudo xolasa kutib qolaman. Hammaga rahmat. Salomat bo'lasiz.